betlariga sariq izlari, markerni sariq mana shunaqa izlari tushib qolmaydi. Lekin men varro tashlab ketmasdan chizishga harakat qildim. Nega? Chunki har bitta varroga video darslik yozib olish maqsadida. Men pushti rangli turkumi 230 dan boshlab har xil pushti ranglarni turli xil variantlarini sizlarga chizib, chiroyli mana shunaqa surtmani ko'rsatib berishga harakat qildim. Demak, bunda teksturni pasta yoki bo'lmasam krem, xuddi shunaqa mazok berilgan holatda chiqarish uchun 232 Peach Red pushti rangga yaqin turkumdagi ranglar bilan ishladim. Mana bu fioletovoy rangimizni menda ko'proq ajralib qoldi. Demak, shu soya tomonlarimizga chiroyli qilib ranglarni berib, yedirib boramiz. Ya'ni har bitta rangimizni bizda gradiyent asosida chiroyli yotib chiqishi kerak. Agar sizda ranglar alohida ajralib qoladigan bo'lsa, xuddi o'sha rangga yaqin bitta raqam pastdagi rang bilan chiroyli qilib gradiyent hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, men issiq rang qo'shish uchun Orange C 170 markerdan ham foydalandim. Hozir fonni chiqarayotganimizda bizga nimaga issiq rang kerak bo'ladi? Chunki fonimizda yog'och teksturasini bildiradigan fon chiqaramiz. Shuning uchun ham men Orange C 170 marker bilan surtmamizni ustki qavatidagi yorqin rangni ko'rsatishga harakat qildim. 230, 231 yoki bo'lmasa magenta degan ranglarimizdan foydalanib chegara qismlarini chiroyli qilib chizib chiqamiz. Agar siz markerni qalin tomonda ishlaydigan bo'lsangiz, undan ham yaxshi. Lekin ko'pchilik o'quvchilarimiz yosh bo'lishi